Umrim mobaynida men uzoq va mashaqqatli yo'lni bosib o'tdim. Omadsizlik, umidsizlik va shubhalarga duch kelgan paytlarim ko'p bo'ldi. Lekin aynan shu qorong'u davrlarda hayotning eng muhim saboqlarini oldim va ularni o'z qoidalarimga aylantirdim. Birinchi qoida: hech qachon taslim bo'lma. Ikkinchi qoida: birinchi qoidani yodda tut. Doimo eng qiyin yo'lni tanla. U yerda sen raqobatchilarni uchratmaysan. Maqsading sari qanday tezlikda ketayotganing muhim emas. Asosiysi to'xtamaslik. Nimadir qilar ekansan, uni muhabbat bilan bajar. Aks holda bu ishga umuman qo'l urmay qo'ya qol. Bizning bitta tilimiz va ikkita qulog'imiz bor. Demak, biz kamroq gapirib, ko'proq eshitishimiz lozim. Qorong'u kunlarda porloq insonlarni topish osonroq. Hamma narsaning yaxshisi yangisidir. Faqatgina do'stning yaxshisi eskisidir. Keragidan ortiq samimiyat obro'ni ketkazadi. Ko'p berilgan mehr zeriktirib qo'yadi. Ortiqcha qilingan yaxshilik suiiste'mol qilinadi. Insonlar bilan munosabatda keragidan ortiq qilingan har qanday narsa muammolarni keltirib chiqaradi. Haqsizlik qarshisida egilma. Aks holda haqqing bilan birga sharafingni ham yo'qotasan. Qo'lingdan kelmaydigan ishga katta ketib va'da berma. Qarz oldi berdi qilganda yozib qo'y. Ikki narsa avvalgiday bo'lmaydi: yo'qolgan ishonch va sovigan ko'ngil. Agar senga akillagan har bir itga tosh otish uchun yo'lingdan to'xtayversang, hech qachon kerakli manzilga yetib bora olmaysan. Sen har doim sen bilan birga bo'lgan yagona insonsan. Shunday ekan, birinchi o'rinda o'zingni hurmat qil. Avvalo o'z talablaringni qondir va o'z umidlaringni oqla. Dunyo ishlari qolib ketadi deb Robbingni tark etma. Zero mozorlar ishlari chala qolgan kimsalar bilan to'ladir. Doimo yaxshi niyat qilishga odatlan, chunki amallar niyatlarga qarab amalga oshadi. Bazmga begonalar yig'iladi, azaga esa yaqinlar. Agar har doim qiladigan ishingni qilaversang, har doim oladigan natijangni olasan. Seni zaxira varianti sifatida ko'radigan shaxslarni hech qachon ustuvor o'ringa qo'yma. Rashk arzon emas, u qimmat narsa. Agar kimdir seni rashk qilayotgan bo'lsa, demak u uchun qadrlisan. Yoshlikda ter to'kmaganlar keksalikda ko'z yosh to'kadi.
Birorta xatoga yo'l qo'ymasdan ham mag'lubiyatga uchrash mumkin. Bu omadsizlik emas. Bu hayot. Agar ahmoq bilan bahslashayotgan bo'lsang, demak u ham katta ehtimol bilan xuddi shu ishni qilyapti. Hamma ko'zingga yomondek ko'rinayotgan bo'lsa, ovqat ye. Seni hamma yomon ko'radigandek tuyulsa, uxlab tur. Atrofingdagi insonlarni o'zgartira olmaysan, lekin atrofingdagi insonlarni o'zgartira olasan. Sirli sandiq bo'l. Qulfi buzilgan eshik emas. Hech qachon birovga loy chaplashga urinma. Otgan loying unga tegmasligi mumkin, lekin seni qo'ling ifloslangancha qoladi. Odamzod ko'tarib yuradigan eng og'ir yuk bu vaqtida aytolmagan gapidir. Xotirjam yashashni istasang, odamlar nima deydi degan savolni miyangdan chiqarib tashla. Mard va jasur bo'l. Garchi unday bo'la olmasang ham o'zingni shunday tut. Baxt sari yo'l ikkita qadamdan iborat. Seni qiziqtirgan va qo'lingdan keladigan ishni top. Keyin esa unga bor kuchingni va ishtiyoqingni sarfla. Kimdir qarshingda aqlli inson rolini o'ynayotgan bo'lsa, sen ahmoq rolini o'yna va haqiqiy ahmoqni maroq ila tomosha qil. Eng yaxshi atir bu sening puling. Pul hidi kelgan odamni hamma hurmat qiladi. Dushmaningni g'ururlanishiga qo'yib ber. Mag'rurligi uni ahmoqqa aylantiradi va o'shandan keyin sen uni oson yengasan. So'zlari harakatlarga mos kelmaydigan insondan uzoqroq bo'l. Tilingning o'tkirligini senga gapirishni o'rgatgan onangga ishlatma. Bir narsani 2 marta iltimos qilma. Inson o'zi istagan narsasi uchun har doim vaqt topa oladi. Qolgan gaplar shunchaki bahona xolos. Ba'zilarga burda non bersang bir umr unutmaydi. Ba'zilarga butun umringni bag'ishlasang ham minnatdor bo'lmaydi. Agar o'tmish chaqirsa javob qilma. Uning senga aytadigan yangi gapi yo'q. Kimnidir topish niyatida o'zingni yo'qotib qo'yma. Harakatsizlik shubha va qo'rquvni keltirib chiqaradi. Harakat ishonch va jasoratni keltirib chiqaradi. Oson ishlar bilan shug'ullan va hayoting qiyin bo'ladi. Qiyin ishlar bilan shug'ullan va hayoting oson bo'ladi. Qulayotganingda 3 kimsaga ahamiyat ber. Seni itargan insonga, senga yordam bergan insonga va shunchaki tomosha qilib turgan insonga. Bu oyoqqa turganingda kerak bo'ladi.